Koinot shunchalik ulkanki, hatto biz tun bo'yi ko'rayotgan osmondagi yulduzlarning ba'zilari allaqachon portlab ketgan bo'lishi mumkin. Yulduzlarning nuri bizga yetib kelishi uchun minglab yoki millionlab yillar ketadi. Yaxshiroq tushunishingiz uchun, Yerga eng yaqin yulduz tizimi Alfa. Yer bilan bu yulduz tizimi masofasi 41 trillion kilometr. Bu degani Alfadan yorug'lik Yerga taxminan 4,5 yilda yetib keladi. Shunday qilib siz hozir ko'rib turgan yulduzlarning ba'zilari aslida endi mavjud bo'lmasligi mumkin. Lekin nuri hali ham Yerga yetib kelmoqda. Bu koinotning vaqt va masofa jihatdan kattaligini yanada hayratlanarli qiladi. Ko'pchilik tarixda va hozir ham ba'zilar Yer koinot markazi deb hisoblaydi. Yer markazi emas. Bizning quyosh sistemamiz Somyol galaktikasining chetida, xuddi ulkan shahar chetida kichik mahalla kabi joylashgan. Bu shuni anglatadiki, Yer va Quyosh koinotda o'rtacha, hattoki oddiy obyektlar hisoblanadi. Biz koinot markazidamiz deb xato o'ylash insoniy taassurotlardan kelib chiqadi. Aslida esa koinotda markaz tushunchasi yo'q. Kosmosda mutlaqo tovush yo'q. Siz qanchalik qichqirmang yoki raketa motorini ishga tushirmang, hech kim eshitmaydi. Chunki tovush tarqalishi uchun havo yoki gaz bo'lishi shart. Lekin kosmos vakuumdir. Shu sababli olamdagi eng qudratli portlashlar ham hech qanday tovushsiz sodir bo'ladi. Neutron yulduzlari koinotdagi eng zich jismlardir. Ularning bir choy qoshiq materiali Yerda taxminan 4 milliard tonnaga teng. Bu masalan Everest tog'ining bir necha million barobar og'irligiga teng. Neutron yulduzlari juda kichik bo'lishiga qaramay, ularning zichligi aqlga sig'mas darajada. Ko'pchilik Quyoshni juda katta deb o'ylaydi, lekin u o'rtacha yulduz hisoblanadi. Ba'zi yulduzlar Quyoshdan 1 million barobar katta bo'lishi mumkin. Koinotda Quyoshimiz oddiy kichik yulduz qatorida, lekin u Yerni zaruriy energiya va yorug'lik bilan ta'minlay oladi. Vaqt kosmosda boshqacha o'tadi. Kuchli tortish mavjud joylarda, masalan qora tuynuklar yaqinida vaqt sekinlashadi. 1 soat qora tuynuk yaqinida Yerda bir necha yilga teng bo'lishi mumkin. Bu umumiy nisbiylik qonuniga asoslangan fenomen bo'lib, koinotning qoidalari biz bilgan kundalik tajribalardan tubdan farq qiladi. Koinot kengayib bormoqda, lekin bu kengayish nafaqat sodda emas, balki tezlashib ketmoqda. Sababi hanuzgacha aniq tushunilmagan qorong'u energiya bilan bog'liq. Bu sirli kuch koinotni oldinga itarib, galaktikalarni bir-biridan uzoqlashtiradi. Shu sababli koinot doimo o'sib boradi va biz uning cheksizligini sezishimiz qiyin. Marsda quyosh botishi ko'k rangda ko'rinadi. Yerda esa qizg'ish va to'q sariq ranglar. Buning sababi Mars atmosferasining tarkibi butunlay boshqacha. Atmosferadagi mayda chang zarralari nurni filtrlaydi va ko'k ranglarni ko'proq o'tkazadi. Bu Yerga xos bo'lgan qizil va sariq ranglarning aksiga to'g'ri keladi. Kosmosdagi eng sovuq joy Bumerang nebuliyotasi. Uning harorati mutlaq nolga, atigi 1 daraja qoladi. Bu hatto koinotning fon haroratidan ham pastdir. Shuning uchun ushbu nebuliyota tabiiy koinotdagi eng sovuq joy sifatida tanilgan va olimlar uchun katta qiziqish uyg'otadi. Biz koinotning faqat 5% ni bilamiz. Qolgan 95% qorong'u materiya va qorong'u energiya. Ular ko'rinmaydi, ushlanmaydi, lekin ularning ta'siri bilan koinot qanday harakat qilishini bilamiz. Bu ilm-fan uchun katta sir bo'lib qolmoqda va har bir yangi kashfiyot olam haqidagi tasavvurimizni o'zgartiradi.